Assalomu alaykum do'stlar, men ismim Muhammad Ziyod. 4 yil davomida Malayziyada o'qidik va yashadik. Shu paytgacha 100 dan ortiq talabalarimizni advice jamoamiz bilan birgalikda Malayziya va Turkiya universitetlariga o'qishga joylashtirdik va barcha jarayonlarda yordam berdik. Bugungi videomizda chet elda ta'lim olish bo'yicha Turkiya misolida qanaqa bo'ladi, batafsil imkon boricha detallariga umumiy ravishda sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Yaxshilab joylash vasila bo'ladi. Demak, ketdik. Bugungi videomiz 3 ta bo'limga bo'lsak bo'ladi. Bu birinchisi ko'pchilik joyda aytilmaydigan haqiqatlarni gapirib o'tamiz. Xudo xolasa shu bo'yicha imkon boricha sizlarga yaxshi ma'lumotlar berib o'tamiz. Keyingisi bu talabalarimiz tomonidan ko'p beriladigan savollarga, ommabop savollarga imkon boricha aniqroq javob berishga harakat qilaman. Uchinchisida sekin bu videomiz yakunlaymiz va yakuniy foydali ma'lumotlarni sizlarga aytib borgan bo'laman. Demak, birinchisi ko'pchilik joyda aytilmaydigan haqiqat bu Turkiya faqat bitta dona xususiy universitetdan iborat emas deb boshlamoqchiman. Nimaga? Chunki bilasizlar, Turkiyada hozir ta'lim deb juda ham ko'pchilik agentlar reklamasini уже boshlab yubordi va reklamani ko'rsanglar faqatgina hamma bitta universitetni reklama qilib yotibdi. Vaholanki siz talaba sifatida, masalan, bitta talaba bor, ikkita, uchta talaba bor, hammasiga bitta universitetni, bitta yo'nalishini, mayli 4 ta 5 ta yo'nalishini ularga yo'naltirib yotibdi. Bunga asosiy sabab aynan shu xususiy universitet, nomini aytib o'tirmayman, agentliklarga yaxshi komissionni to'laydi, yaxshi nima deydi, sharoitlar taklif qilganligi sababli deyarli hamma agentlik aynan shu universitetni taklif qilishga harakat qiladi. Men aynan shunaqa strategiyaga, shunaqa yo'nalishga qarshiman. Nimaga? Chunki har bitta kelayotgan talabani o'zini qarashi, o'zini yondashuvi bo'ladi va Turkiyada 200 dan ortiq universitetlar bor. Bu universitetlarga kiradi davlat universitetlar, bu universitetlarga kiradi xususiy universitetlar. Men xususiy universitetlarni ham masalan tarafdoriman. Yaxshi universitetlar bor, lekin davlat universitetlarida ham juda ham ko'plab yaxshi universitetlar bor. Ularga ham kirish imkoniyati bor va shu bo'yicha imkon boricha sizlarga bugun batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Endi narx masalasiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik mana shu joyda ozgina adashadi. Davlat universitetlari bo'yicha oldiniga ketmoqchiman. O'rtacha hisobda siz yillik kontraktda $8 dan $2000 bo'lgan universitetni topishingiz mumkin. Bu yoqqa men tibbiyot fakultetlarini kiritmadim, chunki tibbiyot bu alohida bitta mavzu. Umumiy o'sha ko'pchilik talabalarimiz topshiradigan o'sha iqtisodiyot, biznes, marketing, injiniringga oid bo'lgan fakultetlarni siz $8-$2000 atrofida davlat universitetlarida topishingiz mumkin. Bu endi universitet joylashuvi va universitetda o'sha darajasiga qarab turib, kontrakt narxlari o'sha talabaga qarab turib, kontrakt narxi ajraladi. Qiziq tarafi, bu davlat universitetlarining kontraktini siz xususiy universitetlarga nisbatan 2 ga bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Xususiy universitetlarda endi to'lovlari, yillik kontrakt to'lovlari $2000 dan o'rtacha o'sha $6000, $7000, $8000 gacha qarab ketaveradi. Bu universitetlarda ham albatta yaxshi universitetlar bor. Bu universitetlarni davlat universitetlariga nisbatan farqi grant imkoniyatlari taklif qiladi. Masalan, siz 50% gacha xususiy universitetlarda grant olishingiz mumkin bo'ladi. Davlat universitetlarining grantlariga qaraydigan bo'lsak, davlat universitetlarida 98% holatda, 99% holatda desak ham bo'ladi. Turkiya burslari orqaligina siz grant olishingiz mumkin. Turkiya burslari bo'yicha endi batafsilroq boshqa videoda gaplashamiz. Bilasizlar, o'sha to'liq grant taklif qiladigan Turkiyada yagona, ya'ni programma hisoblanadi. Bu davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Aynan shu programma orqali siz davlat universitetlariga grant olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bitta qisqacha savol: nega agentliklar davlat universitetlarini reklama qilmaydi, tavsiya qilmaydi? Javob beradigan bo'lsak, davlat universitetlari agentliklarga komissionni, ya'ni qo'shimcha to'lovlar to'lamaydi. Shu sababli davlat universitetlari xususiy universitetlar kabi ommabop emas. Endi bitta tarafini ayting, ommabop emas degani ta'lim sifati yomon degani emas do'stlar. Ta'lim sifati kerak bo'lsa ancha yaxshiroq, lokatsiyasi bo'yicha ham juda ham yaxshi joylarda joylashgan universitetlar mavjud. Diplom kuchi bo'yicha ham, tanish bilish orttirish bo'yicha ham davlat universitetlarida haqiqatda zo'r universitetlar bor, faqat uni tanlay bilish kerak. Masalan, darajasi pastroq xususiy universitetlardan pastroq universitetlar bor, lekin sizda o'sha filtr bo'lish kerak. Bu narsa bo'yicha siz albatta ekspertlarga murojaat qilishingiz kerak. Ikkinchi ko'pchilik joyda aytilmaydigan haqiqat bu Turkiya burslarini
bo'yicha ozgina qisqacha aytib bormoqchiman. Bu Turkiya hukumatining to'liq grant berish dasturi. Mana shu grant bo'yicha hattoki men hayron qolganman. O'sha Turkiya burslariga yanvar-fevral oylarida hujjat topshirish periodi bo'ladi. Aynan shu periodda hattoki ba'zi agentliklar kurs ochib sotib yotishibdi. Aslida bu narsa unaqa kurs ochib sotiladigan, unaqa ma'lumotlar bo'lib beriladigan narsa emas. Siz bemalol universitetda aynan o'sha programmani veb-saytiga kirib turib, nima qanaqa bo'ladi, qaysi hujjatlar topshirilishi kerak bo'ladi, qachon topshirishingiz kerak, qaysi hujjat qanaqa holatda topshirishingiz kerak bo'ladi. Hattoki YouTube platformasida ham siz Turkiya burslarida qidirib, o'sha ekspertlar to'g'ri ma'lumotlarni tekshirgan holatda olib, siz hujjatlaringizni bemalol topshirishingiz mumkin. Albatta ba'zi nyuanslari bor. Ya'ni bu grantni qanaqa qilib yutish ehtimolini oshirish mumkin. Bu bo'yicha albatta xudo xolisa alohida o'zimiz ham video qilamiz. Ya'ni Turkiya burslarini qanaqa qilib yutish mumkin, bu narsa bo'yicha ozgina bosh qotirish kerak bo'ladi. Bu grant albatta o'zingizlar bilasizlar, o'sha yotoqxona bepul bo'ladi. Siz agar til bilmasangiz bemalol 1 yil til bo'yicha tayyorlov kursiga yozilishingiz mumkin. Yeb ichish mutlaqo bepul. O'sha universitet kampusi ichida siz ya'ni qo'shimcha stipendiyalarga ham ega bo'lasiz. Ya'ni shu tufayli bu grant juda ham O'zbekiston talabalarimiz orasida juda ham populyarni. Aynan shu grant bo'yicha bitta sir aytib ketaman. Bu grantda qo'shimcha sertifikatlarga e'tibor beriladi. Ya'ni agar siz IELTS sertifikatiga yoki SAT yoki masalan YOS sertifikatlariga ega bo'ladigan bo'lsangiz, bu grant yutish ehtimolingiz ancha oshadi. Bir daqiqa to'xtaymiz. Agar siz hozir chet elda o'qimoqchiman, nimani qanaqa qilishni bilmayapman, haqiqatdan men aynan o'zim xohlagan universitet qanaqa qilib topishim mumkin degan og'riqlar, qanaqa qilib grant yutishim mumkin, men grant yutishim kerak, qaysi yo'nalish tanlashni bilmayapman degan og'riqlar sizni qiynayotgan bo'lsa, men sizni strategik reja sessiyamizga taklif qilaman. U yoqda aynan sizni holatingizni biz ochib chiqamiz, nima qanaqa bo'ladi, batafsil gaplashamiz. U yoqda ota-onangizni ham taklif qilishingiz mumkin, ota-onangizga ham hammasini rasmiy ravishda, chiroyli ravishda tushuntirishga harakat qilamiz. Bu ya'ni reja sessiyamizga qanaqa yozilish bo'yicha videoni oxirida aytib o'taman. Hozir videomizda davom etamiz. Ko'p joyda gapirilmaydigan haqiqat 3-bo'limiga o'tamiz. Bu davlat va xususiy universitetlar bor, bilasizlar Turkiyada. Aynan shuni qanaqa qilib taqqoslash mumkin, shu bo'yicha aytib o'taman. Bizda agentliklarimizni qanaqa, o'zimizdan talabalarimiz bilan gaplashdik. Davlat universitetlari arzonroq, demak o'sha ketib bo'ladi. Xususiy universitetlar qimmatroq, demak bo'ldi, u yoqqa bormayman. Aslida unaqa emas. Siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, masalan, birinchisi davlat universitetini oladigan bo'lsak, to'g'ri narxi bast, lekin uni lokatsiyasi, u qayerda joylashgan, qanaqa programmalar taklif qiladi, shu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Universitetdan haqiqatda farqi bo'ladi. Ikkinchisi bu diplom kuchi, ya'ni diplom haqiqatda tan olinganmi yoki yo'qmi. Ya'ni tushunasiz, bu yerda universitetlarni har xil filtrlarga solib ko'ramiz. Agar o'sha filtrlardan o'tsagina, bizga to'g'ri kelsagina, keyin u yoqqa biz hujjat topshirishni o'ylab ko'rsak bo'ladi. Diplomi agar akkreditatsiyadan o'tgan, hech qanaqa muammosi yo'q bo'ladigan bo'lsa, masalan, hattoki top mingtalikka kirmagan bo'lsa ham akkreditatsiyasi bo'lishi mumkin. O'zbekistonda hech qanaqa muammosi tan olinishi mumkin. Siz u yoqqa topshirsangiz bo'ladi. Uchinchisi bu grant imkoniyatlari bormi? Masalan, Turkiya burslari orqali hujjat topshirib, men grant yutishim ehtimoli qanaqa? U yoqqa qancha odam topshiradi o'zi? Shu joylarni siz mezonga solib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Davlat universitetlarida yana bitta tarafini men aytib o'tib ketaman. Xuddi Malayziyadagi kabi ko'p holatida ko'p programmalar turk tilida bo'ladi. Ya'ni turk tilini siz bilishingiz talab qilinadi. Ya'ni ingliz tilli programma xususiy universitetlarga nisbatan kamroq bo'ladi. Misol sifatida turk tilini siz qanchada o'rganishim mumkin degan savolga men shu yerda ham javob berib ketaman. Bu agar siz bilasizlar, turk tilini leksikasi o'zbek tiliga yaqin bo'lganligi sababli siz 6 oy atrofida turk tilini o'rganishga va erkin suhbat qilishga vaqt ketkazishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 2 oy, 3 oy demayman. Ya'ni bunaqa tez ravishda siz nima deydi, kutilgan natijaga erishishingiz qiyin bo'ladi. Xususiy universitetlarga keladigan bo'lsak, ko'p dasturlar xususiy universitetlarda ingliz tilida bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, ikkinchi eng katta plyusi bu davlat universitetlariga nisbatan qabul jarayoni osonroq bo'ladi. Agar siz agentliksiz ham topshirsangiz bo'ladi. Masalan, hech qanaqa agentliklarsiz ham bu universitetni topshirsangiz bo'ladi. Lekin agentliklar bilan topshiradigan bo'lsangiz, qo'shimcha grantlarga ega bo'lasiz. Endi davlat universiteti bilan shu yerda bitta solishtirib ketadigan bo'lsak, davlat universitetlariga topshirayotganingizda qabul jarayoni aslida ozgina vaqt oladi va uni qiyinchiligi ko'pincha agentliklarni, ya'ni bizga o'xshagan masalan ekspertlarni yukiga tushadi. Siz qanaqadir masalan qo'shimcha hujjatlar tayyorlashingizga to'g'ri keladi. Xususiy universitetlarda ba'zi oddiy hujjatlar bilan ham siz bemalol yo'lda qabul olishingiz mumkin bo'ladi.
Xususiy universitetlarni turli o'sha aytib o'tganimdek grantlar imkoniyati ko'proq, ya'ni обязательно davlat grantlari emas, hattoki o'sha xususiy universitetda o'zini grantlarini ham yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu yerda o'sha ulgurib qolish birinchi o'rinda, qanchalik tez hujjatlaringizni topshirasiz. Ikkinchisi bu o'sha sizni baholaringizga qarab u narsa olinadi. Ya'ni qo'shimcha sertifikatlaringiz bormi, baholaringiz qanaqa? Shu narsa e'tiborga olinadi. Ko'pchilik joyda aytilmaydigan haqiqat. 4-inchisi bu Turkiyada o'qib nimalar qilish mumkin, qanaqa imkoniyatlar taklif qilinadi. Shu bo'yicha qisqacha aytib o'taman. Turkiya bu O'rta Sharq, Yevropa va Osiyoni bog'lab turadigan bitta ko'prik qilib olsak, ya'ni aytsak bo'ladi. Ya'ni geografik ko'prik, bilasizlar. Turkiyada o'qigan o'zbek talaba Yevropa, O'rta Sharq, Markaziy Osiyo tarmoqlarini bitta nuqtadan qura oladi. Ya'ni ko'pgina joylardan siz networkingga ega bo'lasiz. Ya'ni bu qanaqadir miqdorda Malayziyadan ozgina hattoki ustunligi ham bor. Ikkinchisi bu turk tili. Bilasizlar, o'zbek tiliga yaqin bo'lganligi sababli, ya'ni qo'shimcha til o'rganishingizga olib keladi. Chunki masalan ko'chada oddiy talaba sifatida yurganingizda ham siz turk tilida gaplashishingizga to'g'ri keladi. Ingliz tilida gapirsangiz ko'p holatlarda ozgina qiynalasiz. Odamlar yaxshisi u yoqda turk tilida gapirishingizni yaxshi qabul qilishadi. Bu o'sha turk tilini o'rganishingizga, keyinchalik o'sha o'qishni bitirganingizdan keyin Turkiya kompaniyalariga ishga joylashmoqchi bo'lsangiz yoki o'qish davomida ishlash imkoniyatlari ham yo'da juda ham ko'p. Bemalol ish topishingiz mumkin bo'ladi. Turkiya kompaniyalariga o'sha ishga kirishingizga turk tili haqiqatda sizga ko'pgina yordam beradi. Uchinchisi bu Erasmus imkoniyati. Bilasizlar, Yevropa bilan Turkiyaning aloqasi juda ham yaxshi bo'lganligi sababli 1 yil davomida masalan o'zingiz universitetingizda o'qib turib, yaxshi baholaringiz ko'rsatadigan bo'lsangiz, Erasmus programma orqali siz Yevropa davlatlariga, masalan Italiya, Ispaniya, Chexiya, Germaniya kabi davlatlardagi universitetlarga Erasmus programmasiga borib, stipendiyalar olib, bepulga o'qishingiz mumkin bo'ladi. Faqat o'sha 1 semestr yoki 2 semestr o'qiganingizdan keyin yana o'sha Turkiyadagi universitetingizga qaytish sizdan talab qilinadi. Turkiyada keyinchalik o'sha ish imkoniyatlari haqiqatda ko'p. Masalan, Turkiyada yashab qolish imkoniyatlari ham bo'ladi. Agar siz o'sha hujjatlashtirish, u yoqda o'sha tanish bilish orttirish orqali bu narsalar hammasini rasmiy chiroyli ravishda qiladigan bo'lsangiz, Turkiyada o'sha keyinchalik qolish imkoniyatlariga ham ega bo'lasiz. Lekin albatta men tavsiya qilaman, o'zbek talabalarimiz u yoqdagi bilimni olishsin, amaliyotda u yoqda qo'llab ko'rishsin, O'zbekistonga qaytib, O'zbekistonga olib kirish kerak bu narsani. Chunki O'zbekiston bozori, nima deydi, xalqaro bozorga endi ochilyapmiz. Haqiqatda ko'pgina imkoniyatlarimiz bor, do'stlar. Ozgina harakat qiladigan bo'lsak, Xudo albatta sizlarni ishingizga, bizning ham ishimizga albatta barakasini beradi. Shuning uchun O'zbekistonda men ko'pgina talabalarimizga chet eldagi yaxshi bilimlarni, amaliy bilimlarni bu yoqqa olib kelib, bu yoqda qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman. Xususan o'sha qurilish, muhandislik, IT va albatta tibbiyot yo'nalishi bo'yicha sizlar juda ham kuchli bilimga Turkiyada ega bo'lishingiz mumkin. Hattoki masalan turizmni ham bu yoqqa qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ko'pchilik bilmaydigan haqiqat 5-punkti bu ota-onalar uchun xavfsizlik masalasi. Bilasizlar, ota-onalarimiz albatta biz uchun qayg'urishadi. Xudo ulardan albatta rozi bo'lsin. Ko'pincha ular qayg'urishadi nimaga? Mantiqiy qayg'urish, farzand nazoratsiz qolib ketishidan, masalan, ayniqsa qiz bola talabalarimiz nazoratsiz qolib ketishidan qo'rqishadi. Ikkinchisi bu aldanib qolish, uchinchisi pul to'lab, unga xarajat qilib keyinchalik o'sha bu investitsiya, ya'ni sizni bilimingizga qilinayotgan investitsiya qanchalik foyda keltiradi, shu narsa ularga qiziq bo'ladi. Shu yerda u yoqda cho'chishadi. Haqiqatda qaraydigan bo'lsak, Turkiya tomonidan O'zbekiston talabalariga viza jarayoni juda ham oson bo'lganligi sababli bu yoqqa ya'ni ketish umumiy holati juda ham oson va men tavsiya qilaman talabalarimiz ko'proq o'sha Turkiyaga ham borishligini, chunki masalan ota-onalarimiz xavotir bo'ladigan bo'lsa, Turkiyaga bemalol o'sha farzandlarini ko'rgani ham borib kelish Malayziyaga nisbatan eng kamida yoki boshqa davlatlarga nisbatan ancha osonroq bo'ladi. Ota-onani endi ishontirish masalasiga, ya'ni ularni haqiqatda chet elda o'qimoqchiman, menga ruxsat beringlar, imkoniyat beringlar deb so'rashga keladigan bo'lsak, men tavsiya qilaman ularga umumiy jarayonni ekspert bilan birgalikda ko'rsatish kerak, rasmiyligini, nimadan keyin qanaqa bo'ladi, qancha xarajat bo'ladi, hammasini oldindan reja asosida qilib ko'rsatiladigan bo'lsa, men o'zim tajribamdan kelib chiqib aytayotganda, ko'pgina ota-onalar bunga hech qanaqa qarshilik bildirishmaydi, hattoki keyinchalik xursand bo'lishadi. Endi bu bo'limizda xatolar haqida gaplashamiz, ya'ni Turkiyaga ketayotganlar ko'pincha nimani noto'g'ri qiladi, ya'ni talabalarimiz misolida aytadigan bo'lsak, bu o'sha 100 dan ortiq talabalarni jo'natib, aynan shu narsani ko'rdikki, faqat bitta universitetga hujjat topshirish, men tavsiya qilaman, ko'pincha doim B variant bo'lsin, ya'ni 3 ta 4 ta variantda universitetga topshirish kerak. Keyinchalik o'sha tanlov imkoniyati bo'ladi va siz
eng yaxshisini tanlashga harakat qilasizlar. Albatta o'zini mezonlari bor. Narxi, lokatsiyasi, keyinchalik qanaqa imkoniyatlar beradi, networking qanaqa bo'ladi, yo'da shunga qarab turib, mezonga qarab turib siz tanlashingiz kerak bo'ladi. Keyingisi bu til sertifikati yo'q holda grant uchun ariza berish, ya'ni hujjat topshirishni men tavsiya qilmayman, chunki bunaqa holatda grant chiqish ehtimoli juda ham past bo'ladi. Agar siz qanaqadir til sertifikatiga ega bo'lmasangiz, men tavsiya qilmasdim grantlarga hujjat topshirish. Albatta hujjat topshirib ko'rish kerak, lekin juda umid bog'lash kerak bo'lmaydi bunga, chunki bekorga motivatsiyasi tushib qoladi. Keyin hujjatlarni kech tayyorlash masalasi bor. Masalan, Turkiya burslariga hujjat topshirayotganda ham ko'pchilik talabalarimiz oxirgi kunlarda topshirishga harakat qilishadi va oxirgi kunlarda ko'pincha sistema to'lib ketganligi sababli sistema yopilib qoladi yoki umuman boshqa grantlarda ham imkon boricha vaqtliroq sizlar harakatinglarni boshlashingiz kerak. Hattoki masalan, o'sha fevral, mart, aprel oylarida siz уже hujjatlaringizni yig'ib, qaysidir universitetlarga уже topshirishga boshlashingiz kerak bo'ladi. Va oxirgisi bu B plan yo'qligi, ya'ni grant chiqmasa, bu universitetga qabul qilinmasam, men nima qilaman degan bitta o'zingizga savol berishingiz kerak. O'zingizlarning ekspert konsultantinglar bilan yoki masalan bizlar bilan bemalol gaplashishingiz mumkin bo'ladi. B plan bo'ladigan bo'lsa, siz keyinchalik tushkunlikka tushishingizni oldi olinadi. Endi videomizni yakuniy qismida sizlarga aytmoqchiman. Turkiyada ta'lim olish, grantlar, raqamlar qanaqa bo'ladi, xarajatlar qanaqa bo'ladi, umumiy savollar qanaqa bo'ladi, batafsil sizlarga javob berishga harakat qildik. Bu endi umumiy javob berdik. Aynan sizni keysingizda albatta strategik reja sessiyamizda biz gaplashishimiz mumkin. Strategik reja sessiyamizga siz bemalol video havola ostida adminimizga yozilishingiz mumkin. O'zingizda o'sha ba'zi savollar bo'ladi, savollarga javob berib turib bemalol reja sessiyamizga yozilishingiz mumkin. U yoqda sizni holatingizni biz cho'chib chiqamiz va batafsil gaplashamiz. Sizni holatingizga qaysi universitet, qaysi yo'nalish, qanaqa grant to'g'ri keladi, hammasini ko'rib chiqamiz va har bitta jarayonda do'stlar sizlarga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Ota-onalar ham bu reja sessiyamizga kirib bemalol batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ko'rishguncha bizani izohlarda qo'llab-quvvatlanglar, foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga ham bo'lishadigan bo'lsangiz, biz faqat xursand bo'lamiz. Do'stlar, salomat bo'linglar.